Hürmetli vatandaşımlık şeylerimizi devamlaştırımız. Andaki mavzu Wang Qishan. Liu He Soğudu uğraşığa ilgirki yen kol saldı. Amerika Jungo zadi kim doğrusu da hata hüküm kıldı. Mavzula haber 2. ayının 28. Dovitor beti ilan kılındı haber. Bundak başladı. Jungo siyasi bürosunun azası Merkezi Maliye İşhanısı'nın müdürü Liu He 2. ayının 27. günden 3. ayının 3. günü geçi Amerika'nı 5 gün ziyaret kıldıgan boldu. Bundan buran 2. ayının 8. günden 9. günü geçi Merkezi Siyasi Büro'nun azası Devlet Mahkemesi'nin azası Yang Amerika'nı ziyaret kılıp emdile kayıtıp geldi. Yani Liu He bugün günlerde Washington'da ziyarette bulup atıldı. Bir ayga yetmegen vaqt içinde Jungo tarafının 2 nefer yuqori darajalik amaldarını Amerikaga avatışı bu intayin gayri bir ahval. Dikkat qilish arziydigan bir nuqta shuki, Beijing vaqti 2. ayının 24. günü Jungo Kompartiyasi xabar tarqitib mundaq ko'rsatdi. Kompartiya Markaziy Komiteti siyasi büro yig'ini chaqirib 2. ayının 26. günü 28. günügacha Beijing'de 19. nöbetlik umumiy yig'in chaqirdi. Siyasi büro yig'ini chaqirib 2. ayının 26. günü 28. günügacha Beijing'de 19. nöbetlik 3. umumiy yig'inni chaqirdi. 3. ayının 5. günü yılda bir qatam chaqirıldigan 2 qurultay yig'ini chaqirdi. Liu He siyasi büronun azası bo'lishisi bilan 19. nöbetlik 3. umum yig'in qatnaşmay mushundaq sezgör bir vaqtda maxsus Amerikani ziyorat qilishi bu ziyoratning odatdan tashqari ahamiyatli ziyorat ekanligini texamo gavdlantirdi. Liu He'ning Washingtonni ziyorat qilishining yana bir orq ko'rinishi mundaq edi. 2018 yıl 1. ayının ahırda Wall Koçusu gezeti xabardor kishilarning so'zlaridan naql keltirib mundaq ko'rsatgan. Jungo Maliya Ministrligining ministri Shauji kelari oyda Washingtonda Amerika amaldorlari bilan uchrashib, o'tgan yil qatmanliq tushib qolgan Amerika Jungo savdo va iqtisod suhbatini asliga keltirishni nishon qiladi deb ko'rsatgan. Angliyaning pul muomala gazeti 2. ayının 14. günü bundaq ko'rsatdi. 4 nafar xabardor kishilarning so'zlaridan naql keltirib bundaq ko'rsatgan. Yaqindan bir-iki haftalar ichida Jungoning raisi Xi Jinping intizom tekshirish komitetining sekretari Wang Qishan Amerikaning Beijingda turishliq bosh elchisi Terry Branstad bilan maxfiy ko'rishdi. Bu to'g'rida biz sizlarga leksiya so'zlagan hurmatli vatandoshim. O kuni yomg'ir yog'ib ketib, bu voqeani biz tahlil qilolmagan edik. 2. ayının 14. günü Rais Xi Jinping'ning iqtisod maslahatchisi Liu He bosh elchi Branstad bilan Beijingda ko'rishdi. Bu deganlik Yang Jiechi Amerikani ziyorat qilib qaytib kelgandan keyin Rais Xi Jinping bilan Wang Qishan bosh elchi bilan uchrashdi deganlik. 9. günü Yang Jiechi Beijing qaytib keldi. Undan keyin Rais Xi Jinping bilan Wang Qishan Beijing turishliq Amerikaning bosh elchisi bilan maxfiy uchrashdi. Arqada Maliya ministri Shaujining Amerikani ziyorat qilishi amaldan qoldirildi. Uning o'rniga Liu He'ni Markaziy Maliya ishxonasining mudiri salohiyati bilan Amerikani ziyorat qilishga vatib, ziyorat qilguvchining salohiyat darajasini oshirdi deganlikdir. Jungo tarafning shundoq orqa-orqadan Amerika taraf bilan uchrashganligidan qaraganda, Amerika Jungo munosabatida zodi nima masalalar o'tirg'i chiqdi? Növbəti Amerika Jungo savdo munosabatida so'rkilishning qatim soni o'rlashga boshladi.
2017 yıl 4. ayının 7. günü Cungo Amerika rəhbərləri Florida ştatında köl boyu aramgahida diplomatik ve bexatarlik məsələlər boyunca söhbət ötküzüb, yuqarı dərəcəlik söhbət ponksisi quruş doğrusunda ortaq tanışıq gəlgan. Biroq 2017 yıl 7. ayda ötküzülgən Amerika Cungo umumyüzlük iqtisad söhbətində hiç qandaq ilgirləş bolmadı. Söhbət ötküzülgən şu günü Amerika bilen Cungo iki tarafdan iqtisad Amerika bilen Cungo iki tarafdan keçirilən ixtilafları gavdilik o'ttirg'i chiqib, iki taraf muxbirlarni kutib olishig'ini amaldan qoldirgan edi. Amaliyat 2017 yıl 7. ay Amerika Cungo umumyüzlük iqtisad söhbətinin yemirilishi bir buruluş bulup, Prezident Trump hükümetinin iqtisad savdo qatlımida Cungo qaratgan pozitsiyasi şu gündən başlap texmo qattiqlashdi. 7. ayının şu günləri buruluş noktası, şundan keyin Prezident Trump'ның savdo meselesi bo'yicha Cungo qaratgan pozitsiyasi texmo qattiqlashdi. Savdo urushi har kuni bo'lib o'tadi. Bu söz Amerika Qo'shma Shtatlari Savdo Ministerligining ministri Wilbur Rose'ning so'zidir. Reallik haqiqatan shundaq. 2018 yılının avvalgi 2 ayda Amerika Cungo'nun tömür mahsulotlarini tökme qilib setishini tekshiradiganligini 4 qatim jakarladi. Liu He'nin 19. davlatlik 3. umum yig'in qatnashmay, mushundaq sezgir bir vaqtda Muşundaq bir sezgir vaqt noktasida Amerika'ni ziyorat qilishi Amerika Cungo savdo sirkilishining ara-artin tushirish uchun urinib beqishni maqsad qiladi. Agar Cungo Amerika o'rtasida savdo talash tartishi bo'ladiganlar bo'lsa, masala nisbatan bak oddiy bo'ladi. Hozirgi masala shuki, savdo masalasidan boshqa Amerika Qo'shma Shtatlarining 3 parça hüccet karakterlik siyasi her qadamda bir Cungo'nun qandaq davlatlik ordini bekitgan siyaset bulup qaldı. Dikkat vatandaşım. Biz müşgül doğru söz degan sizlarga nima degan toq, Rossiya Sunniy hamroh orbitida Rossiya nima degan Cungo bilan Amerika o'rtasidagi masalasi suhbatmi, savdo tijorat masalasi emas, bu az kundalik tashlanib qoladi o'tirdi degan edi. Mesele başka mesele. Eğer savdo ticaret bo'lsa, bunda Wang Qishan öddiga chiqa, öddi alalaydı. Onun öddisidan Wang Qishan chiqalaydı. Lekin Amerika Cungo o'rtasidagi boshqa masalalarning ustidan Wang Qishan öddi alamaydi degan gapni leksiyani so'zlaganda, men sizlarga shu esinglarda bo'lsin degan edim. Vatandoshim, hozir bu gap mayada mandaq takrorlanyapti. Diqqat. Eğer Cungo Amerika o'rtasida savdo talash tartishi bo'ladiganlar bo'lsa, masala nisbatan pek oddiy bo'ladi. Hozirgi masala shuki, savdo masalasidan boshqa Amerika Qo'shma Shtatlarining 3 parcha hujjat xarakterli siyosati, davlat bexatarligi strategiyasi, davlat mudofaasi strategiyasi, atom yadro qurollarining vaziyati to'g'risida doklad 3 parça siyaset karakterlik hücceti her qadamda bir Cungo'ni davlatlik o'rnini bekitdi. Raqobatchi dedi, tahdid dedi. Davlat bexatarligi strategiyasida, davlat mudofaa strategiyasida va atom yadro qurollari vaziyati to'g'risida dokladda Cungo tahdidi qo'lga olindi. Cungo tahdidi eg'izg'alindi. Cungo strategik raqobatchi, umumyüzlük etraflık rekabetçi de çılgı elindi ve bu 3 parça hüccet karakterli siyasette bekitildi. Demek ötkendik sözümüzle bugün sözümüz meyat okşak tekrarlavatı da vatandaşım. Cungo'nun Amerika turuşluk baş elçisi Sui Tiankay, 2. ayının 13. günü Amerika Qo'shma Shtatlari savdo ministri Wilbur Ross bilan birlikte 700 kişilik yig'inga qatnashganda so'rinda notoq so'zlaganda Amerika Cungo munosabati hal qilg'ich nuqtaga
yetip geldi dep görüşetken.